Azizlar, jamoatdan plastik jarrohlik amaliyoti haqida domla ozgina tushuncha bering degan savol tushgan. Dar haqiqat bugungi kunda jamiyatning ichida plastik jarrohlik amaliyoti ko'payapti, xosatan ayollar ichida. Endi buni joizligi bor va nojoizlik jihati bor. Joizligi shundaki, shariatimiz ruxsat bergan qachonki insonni badanida barmoqlari ortiqcha chiqqan bo'lsa yoki ba'zi bir o'sha jasadi yopishgan holatda bo'lsa, uni orasini ajratishlik yoki qo'shimcha chiqqan, ya'ni ziyoda go'sht chiqqan bo'lsa, uni jarrohlik amaliyoti bilan olib tashlashlikga shariatimiz, dinimiz ruxsat beradi. Bunga o'sha amaliyotni o'tkazishga, jarrohlik amaliyotini. Nojoizligichi deyilsa, nojoizligi Alloh taolo o'zi bani odamni, insonni xushbichim yaratib qo'ydi. Lekin bugungi kunda ayollar ichida xosatan lablarini shirayotgan, xuddi shunga o'xshash badanlarini, yuzlarini jarrohlik amaliyoti o'tkazayotgan, Alloh taolo yaratgan maxluqotni, Alloh yaratgan jismu jasadni yanada chiroyli qilishlikka harakat qilayotganligi ochiq bo'lsa, haqiqat bu nojoizlikka dalolat qiladi. Bundan dinimiz bu ishdan ummatni, erkakni ham, ayollarni ham qaytaradi. Alloh taolo Qur'oni Azim Musha'anda Tin surasida shunday marhamat qilib aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqvim. Sadaqallohul azim. Haqiqatan biz insonni xushbichim va xush surat qilib yaratdik deydi Parvardigor olam. O'zi insonni, erkakni ham, ayolni ham Alloh taolo eng chiroyli suratda yaratdi. Bundandan ham endi harakat qilaman degan inson, bundandan ham o'zini chiroyli qilaman, jarrohlik amaliyotini o'tkazib yoki boshqa ishlarni qilib yana chiroyli bo'laman degan inson adashadi. Chunki Alloh taolo Qur'onda buni xabarni bayon qilib beryaptiki, bataqi dar haqiqat biz insonni xushbichim va xush surat qilib yaratdik. Bo'ldi. Inson o'sha bilan kifoya qilishi kerak. Jarrohlik amaliyoti o'tkazishlikka joizlikka ulamolarimiz bir hadisni hujjat dalil qilib keltirishadi. Ya'ni o'sha g'azzotda bir sahobiy burni kesilib ketiladi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kumushdan burniga qo'yishlikka ijozat beradilar. Kumush bo'lmagandan keyin o'sha burniga tilladan yasalgan o'sha burunni qo'yishlikka ruxsat beradilar. Demak, aslida insonni o'zi jismu jasadi yetuk, komil qilib Alloh taolo yaratdi. Lekin qaysidir sabab bilan kimnidir yuzi kuydi, badani kuydi. O'shani qayta tiklash uchun Alloh yaratganidek qaytarishga harakat qilishligi, ya'ni plastik jarrohlik amaliyoti o'tkazishlikka joizligiga ulamolarimiz hujjat dalil keltirib shunga joiz ruxsat beradilar. Alloh taolodan so'raymizki, barchalarimizni Parvardigor olam isloh qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi xushbichim bo'lgan, o'zi yaxshi suratda Alloh yaratgan insonni yana suratini o'zgartirishligini, erkakni ham, ayolni ham la'natlaganlar. Alloh panoh bersin. Ana bu la'natga duchor bo'lishlikdan o'zimizni tiymoqligimiz, qo'rqmoqligimiz, inshaalloh o'zimizni holatimizni ushlab bilmoqligimiz kerak. Allohu a'lam bis-savab.